Akalar boshqa iloji bo'lmadi. Qarochi Italiyaga kelib to'xtadim, o'z suvni sevib ko'raman, qaranglar. O qaranglar. Qizib ketyapti, oddiy suv qaranglar. Suv qarochi bug'lanib ketyapti. Yo'q dedi. Samat armajeniya bo'lmagan yurur deyapti. O'shaning uchun nima qilay akalar? Mana boshqa parkingdan yana chetgacha keldim. Ataylab suvni olib kelib sechib ko'rsatyapman. Voy. Iloji yo'q, hozir mana yo mashina yonib ketadi, yo bir narsa bo'ladi desam, hali qilich yasayotganda temirni urib qizartiradi-yu, qip-qizil bo'ladi hali pechkaning ichidan. O'shanaqa qizil bo'lsa keyin hisob deyishyapti. O'shangacha bu amortizatsiyasini ko'ryapsizlarmi? Ana manetdagi nimalar bor-ku, bittaga otini bir narsa samarezmi, mana shular umuman tegib qo'l tegsa pishillayapti, qaranglar, qizarib ketgan bu. Ishonishmayapti tog'alar, bilmayman nima qilay. Bu Italiyada o'ta bitta eshak bor ekan. O'sha o'zimizni eski ishni qilamiz shekilli. Eshakni ko'ryapsizlarmi? Tog'lar bor ekan, ko'ryapsizlarmi? Eshakni odam o'rnida ko'rib toqqa olib chiqib ketaman shekilli. Boshqa iloji yo'q.